Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 2. Today is Sunday, December 22nd, 2019. Assalamu alaikum savaldaşlar. Yangi o'quv inglizli ikkinchi qism darsligimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Bugungi darsni boshlashdan burun deb qo'yadigan bir necha muhim gaplar bor. Ular bo'lsa-mu bundan keyin yine bugundan boshlab o'tilgan darslarimiz YouTube kanalga azroq o'zgarish hosil qilib chiqadi o'tirgan. Demakchi bu o'zgarishlar buni bir necha nuqtada ifodalandi. Birinchi nuqta darslarimiz bo'laklarga bo'linib chiqadi bundan keyin birla yo'g'on qallak holatda emas demakchi. Bo'libmi ikki bo'lakka bo'linib chiqadi. Birisi so'zlik va tekst bo'lagi, yana birisi mashqlar bo'lagi deb. Ya'ni so'zlik tekstni bir dars qilib o'tib chiqaramiz, mashqlarni yana bir dars qilib o'tib chiqaramiz. Okay? Andan keyin ikkinchi cho'ng o'zgarish darslarimiz, yine videolarimiz ko'rinarli holda qisqaraydi. Bunda bo'lishining sababi yine yuqorqi ikki o'zgarishning sababi, Uchinchi cho'ng o'zgarishga o'tishdan burun tushuntirib qo'ysam, yaqindan ko'p savollardan taklif fikrlarni topshirib oldik. Ma'lum dersleriniz yaxshi, şuğunisi pek uzun deb. Bir saat, bir yarım saat oturup anlaşıp doğru keldi bir dersini. Kimning da jiq vaqti va bo'lsa bir qisqartqili bo'lmasmi deb fikr taklif keldi. Shuning asosan bugundan boshlab biz shu o'zgarishni hosil qilmoqchi. Okay? Ya'ni so'zlik bilan tekstni bir dars qilib o'tsak, eshib ketsa shu 20 minutning nerisiga o'tkazmaymiz, ashanga tirishimiz, okay? Eshib ketib qolsa, undan o'tib ketib qolsa xafa bo'lmang. Andan keyin mashqlar qismini shu yarim soatdan oshirmaslikka tirishimiz, okay? Agar eshib ketib qolsa kechirmaysiz. Tirishimiz, eng zo'r tirishchilikni ko'rsatamiz. Bu videolarimizningki qanday chiqadiganligidagi ikki o'zgarish. Hamda uchinchi o'zgarish bundan keyingi videolarimizda ancha-muncha e'lonlarning qisqarilganligini ko'rib qolasiz. Buningga ichingiz pishmasa, ta'xir qilib sabr bilan bir ko'rib bersangiz e'lonlarimizni. Sababi hamda minnat qilganligimiz emas, hargiz undaq tushunib qolmang. Bu butunlay xolisona qilgan ish, darslarni o'tib YouTube kanaliga chiqarib nurg'un odamning foydalanishi uchun demakchi. Bu narsa deyishim ketmaydi, lekin mishada tushuntirib qo'yishga to'g'ri keldi. Ya'ni ko'p bo'lganda kuniga 5-6 soat emgak ketadi har bir videoga. Az degandan 2-3 soat degandek. Uni ko'chiramiz, tahrirlaymiz, bu alayda unumni qo'shimiz, buni qilamiz, uni qilamiz degandek har xil narsalarni kirishtirib. Asosan bu ishlar tor qurollar orqali elib berildi. Tor qurollarining zo'r ko'pchiligi haqliq, haqsizlar to'lim az, haqsizlarning amaliyotda sifati nachar degandek. Shu demakchi sifatli yuqori unumli tor qurollarni ishlatib yasaymiz bu darslarni, ya'ni videolarni kirishtiramiz demakchi. Shu chiqimlarimizni ko'tarishga ozroq bir foydasi bo'lsin uchun bundan keyin ozroq bir e'lon qistirmoqchi. Shunga xafa bo'lmay bir sabr qilib muomala qilishingizni umid qilamiz demoqchi. Anan keyin bo'lsa, shu videoning tagiga bir fikr yoki inkos yozib qo'ygan bo'lsangiz, ma'lum o'zgarishlarni butunlay qabul qilamiz va qo'llaymiz yoki qo'ying ma'lum bir obdan o'tib kelayotgan uzun ham jimjit darslarni siz qisqartib, parchalarga bo'lib, andan keyin orasiga bu e'lon qistirma deysiz. Bu qanday bo'lib ketdi demsiz. Demakchi, nimalar bo'lsin, mayli ijobiy bo'lsin, mayli salbiy bo'lsin, inkos qoldirib qo'ysangiz, biz sizningki qanday qaraydiganligingizni bu masalaga bir bilib qolganmiz bor. Shuning asosan o'zgarish hosil qilsak ham bo'ladi demakchi. Okay? Unda olsa inkaslaringizni kutamiz, amasa biz quruq gapni olsak qanda o'zimizning darsga kirib ketaylik. Lesson 8, the best and the worst. New words and expressions. Unda olsa aldidan men agish bir qatim o'qiydigan bo'lganda o'z yangi so'zlarni, Number 1, competition. Competition. Number 2, need. Need.
Number 3, path. Path. Number 4, wooden. Wooden. Number 5, pool. Pool. Number 6, nearly. Nearly. Number 7, enter. Enter. Xo'sh, savoldoshlar, yuqorida yangi so'zlarning o'qilish ahvolini ko'rdik. Albatta, endi biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak, number 1, competition. Competition degan so'zni ma'nosini deyishdan burun, buni ikki so'z bilan bir selishtirib o'taylik. Qarasangiz, competition versus race versus contest deb uch so'zni qator berib qo'yibman. Shundaq bu uchalasining ma'nosi musobaqa yoki raqobat yoki bahslashish degandek ma'nolari bor. Endi ishlatilish o'rni o'xshamaydi albatta. Mishada gapni bak uzun so'zmay qisqalam desak, masalan competition odatda masalan job laga ishlatadi. Masalan a competition for a job degandek-ku. Ya'ni ma'lum bir xizmatni qo'lga keltirishdagi raqobat degandek-ku. Bugungi darsimizda albatta bir nima kimning gulligi eng chiroyli degan temadagi bir darsni o'rganamiz albatta. Bu yerdagi raqobatmi yoki raqobat deylik, shu gulliklarni selishtiradigan bir raqobat. Okay, ashuningami competition ishlatadi. Okay, ya'ni bir ma'lum bir mukofotni talashish demakchi bu. Kimning gulligi eng chiroyli yoki kimning beg'i eng chiroyli degan mukofotni talashadigan bir talashish yoki raqobat deylik. Demakchi xizmat ma'lum bir xizmatni qo'lga keltirish uchun nurg'un odamningki raqobatni competition deymiz demakchi. Lekin race-ni siz birinchi qismda o'rgangan. Musobaqa degan gap masalan a car race deb o'rgangan bir mashina musobaqasi deb. Okay? Lekin contest deb ko'ryapsiz, buni siz o'rganmagan, lekin mishada bugun bilib qo'ysak hargiz ziyni yo'q. Masalan a speech contest, ya'ni nutq so'zlash musobaqasi degandek-ku. Okay, demakchi men contest degan qandaqdir bir xil iqtidorni ifodalaydigan, ashtaq iqtidorni sinaydigan yoki selishtiradigan ishlar bir musobaqa desak, a car race degan masalan mashinaning tezligini selishtiradigan yoki kim o'tib chiqadi deganni bekitadigan bir musobaqa, car race degan race. Competition degan shu ma'lum bir ixtiloqqa nima uchun ma'lum bir narsani qo'lga keltirish uchun raqobatlashish. Masalan, xizmatni qo'lga keltirish uchun yoki ma'lum bir mukofotni qo'lga keltirish uchun degandek. Qisqasi shunchalik bilib qolsak bo'ladi. Competitionni job, masalan, ma'lum bir xil prize jobning keyiniga bir yanto'siziq ilib prize desak, prize degan qandaq bir mukofot degan gap. Ya'ni ma'lum bir mukofot uchun raqobatlashish yoki ma'lum bir xizmat uchun raqobatlashish degandek ashta bir yerga ishlatilgan deb bilasiz bu competition. Race-chi. Okay, car race, mashina musobaqasi. Speech contest dedi. Nutq so'zlash musobaqasi. Ma'lum bir xil nutq so'zlash iqtidorini sinaydigan bir musobaqa keldi. Albatta doirasi o'xshamaydi. Qaysi cho'ng, qaysi kichikligini qarab bilib olib bo'ladi. Okay? Shunchalik to'xtalaylik bu vaqtda. İkinci sözümüz need. Need degan rətlik, yaxşı o'rinlashtirilgan degan gap. Savoldoshlar, birinchi qism kitobda yana bir so'zni o'rgangan. Qaysi bu? Tidy. Tidy degan nima? Bu shu rətlik degan gap bu. Ups. Üstüge kitap qoldi. Demak, mana shu so'zni bir selishtirib bilib olaylik demoqchi. Need, tidy arishkilisning ma'nosi rətlik, yaxşı o'rinlashtirilgan degan gap. Okay? Hozircha shunchalik bilib tursak bo'ldi. Albatta farqi bor bu. Dunyoda o'xshash narsa yo'q. All right, number 3, path. Path degan nima? Path degan yo'l degan gap. Bu yo'l qaysi yo'l desangiz, unutmaylik. Mana ustiga chiqaray, ya. Boshqa so'zlarga diqqatingizni chekayotmisin demoqchi bo'ldim. Bu qandaq yo'l desangiz, path degan gulliklarning ichidagi yoki bog'ning ichidagi odam mangadigan kichik yo'l bor,
Shu yo'lni path deydi. Hargiz bu yerga road deb elishga bo'lmaydi. Chunki road degan qanday narsa? Road albatta umumiy yo'l, lekin mashina ma'noda rasmiy cho'ng yo'l road degan-ku. Okay? Path degan gullik, bog'ning ichidagi kichik odam ma'nodan yo'l, odam ma'nodan kichik yo'l yoki. Road degan mashina ma'nodan rasmiy yo'l ma'no. Okay? Shu ikkisining farqi. Hozircha shunchalik bilib turayli. Number 4, wooden. Wooden degan savdoshlar ma'lum wood deb degan biz birinchi qismda. Birinchi qismning oxirgi darsida. Woodni kichik o'rmonlik deb o'rgangan yoki woods deb as qo'shilib kelsa. Woodning o'zini yog'och degan dasma wooden degan shu yog'ochningki sifat so'zi, ya'ni yog'ochdan yasalgan degan. Okay? Wooden yog'ochdan yasalgan. Yoki masalan wooden house deb qo'ydi. Bu yog'ochdan yasalgan uy yoki uyg'urchada biz bo'lgan yog'ochdan yasalgan uy deb bunda o'tamaymiz. Yog'och uylam deb olamiz ku. Yog'och degan mishadiki wooden degani sifat so'zi. Wood niki sifat so'zi demakchi. Number 5, pool. Pool degan ko'lchak. Okay? Albatta swimming pool desak suzish ko'lchaki bo'ladi. Pool bo'lsa ko'lchak. All right, number 6, nearly. Nearly degan nima? Nearly degan savolashlarga ma'lum bir so'z bu. U bo'lsa asosan degan gap. Ya'ni almost o'xshab, almost o'xshaydigan bir so'z bu. Okay? Nearly, almost o'xshaydigan bir so'z. Asosan az qolib qolgan degandir-ku. Ma'nosini bilib oldik, ayni o'xshash ma'nosini. Nearly, almost. Ma'nosi o'xshash. Asosan az qolib qolgan degandek ma'nosi. All right, and oxirgi enter, number 7, enter. Nima degan gap bu enter degan? Mana, oops. Enter degan nega yozmabdim kechiring. Enter degan kirish degan ma'nosi, masalan enter the house desak uyga kirish bo'ldi-ku. Uyga kirish, undan keyin qatnashish degan ma'nosi. Bugungi darsimizda enter a competition deb chiqmaydi. Musobaqaga qatnashish deb, bir musobaqaga qatnashish. Okay, kirishdan boshqa qatnashish degan ma'nosi ekan deb bilsak bo'ldi. Xo'sh, unda esa biz tez suratda shu so'zliklarni qanday ishlatib isig'ida tekstni o'rganamiz. Misol, qaranglar. Lesson 8, the best and the worst. Oldindan shu nimani temani tushunib deylikmi mavzuni. The best degani eng yaxshisi degan gap, the worst degani eng nachiri degan gap. Qaysi ikki so'zningki eng yuqori darajalari bu ikki sifat so'zi? Best degan good niki eng yuqori darajasi, worst degan bad niki eng yuqori darajasi. Shundaqmi? Qolgan mayli birdan turib tafsiliy to'xtalmayman. Eng yuqori darajasi degan gapni. Okay? Gap to'g'riliq. Biz tekstni o'rganish orqali javob berishga tegishli bir savol bor edi. Har bir dars, har qatimliq darsimizga o'xshash. Bu savolni bir tushunib olsak, qarang, passagening savoli nima ekan? Why is Joe's garden the most beautiful one in the town? Nimishqa bo'lsa Joe'ning big'i eng chiroyli birisi yoki shahardagi. Andasa nimishqa Joe'ning big'i shahardagi eng chiroyli birisi yoki eng chiroyli garden yoki eng chiroyli bog' hisoblanadi degandek bir gapkan bu. Meniki one nima? Shu gardenning o'rniga olinish bo'layotgan almas so'zi bu. Amaliyotda one garden deb olsaqmi bo'ladigan, masalan, why is Joe's garden the most beautiful garden in the town desakmi bo'ladi. Bu yerda gardenni ikki qatim deyishning hojati yo'q. Ikkinchi qatimda garden deyishning o'rniga one deb olsaqmi bo'ladi. Siz taniysiz bu xil jumla shakli sizga tanishli. Okay? Uzun gapning qisqasi Joe'ningki big'i nimishqa shahardagi eng chiroyli bog' degan gap. Nasıl muşu savolga biz javob topamiz hozir. Ana boshlayotdik tekstni qarang. Lesson 8, the best and the worst. Eng yaxshisi va eng nachiri deydi. Mana aytish bir qatim o'qiysan, men tarjima qilaman qarang. Joe Sanders has the most beautiful garden in our town. Okay? Nearly everybody enters for the nicest garden competition each year, but Joe wins every time. All right. Bill Frith's garden is larger than Joe's. Bill works harder than Joe and grows more flowers and vegetables, but Joe's garden is more interesting.
All right. He has made neat paths and has built a wooden bridge over a pool. Okay. I like gardens too, but I do not like hard work. Okay. Every year I enter for the garden competition too, and I always win a little prize for the worst garden in the town. All right. Joe Sanders has the most beautiful garden in our town. Joe Sanders degan birodarning ismi ekan, okay? Has okay. Joe Sanders the ba demakchi u. The most beautiful garden, eng chiroyli bog in our town. Shahrimizdagi. Unda olsa Joe Sanders da shahrimizdagi eng chiroyli bog bor degan gap ekan bu. Herkesmi Joe Sandersning big'i shahrimizdagi eng chiroyli bog degan gapni bu boshqa gapchimi u. Okay? Majumdan shu ingliz tushunsak yaxshiroq. Albatta uyg'urcha desa salaliq ravon chiqmagandek bo'lib qoldi. Masalan, Joe Sandersda shahrimiz bo'yicha eng chiroyli bog bor desak sal qamlashmagandek turdi uyg'urchada. Shunday lekin inglizchada ko'nish kerakmi shunday. Okay? Xo'sh, bu jumlani tushundik, lekin savoldoshlarga tushuntirib qo'ygan yana bir muhim narsa bor. Men tushuntirmoqchi bo'lgan narsa bunday narsa qarang. Biz birinchi qism kitobda sifatlarning 3 xil shakli bor degan tuyog'imiz bor. Asl shakli, selishtirma shakli va eng yuqori shakli deb. Okay. Asl shakli degan nima? Masalan, xuddi siz hozir ko'rayotgandek hard degan qattiq degan gap bu. Sifatning asl shakli. Buning selishtirmasi nima qandaq? Harder, qattiqroq. Okay? Hardest. Bu nima bo'ldi? Eng qattiq bo'ldi. Okay. Hard, qattiq, harder, qattiqroq yoki bakroq qattiq, hardest, eng qattiq. Okay, sifatning 3 darajasi tushundik. Okay. Ikkinchi quruq qarang. Good, better, best. Good degan yaxshi, better degan yaxshiroq yoki texmi yaxshi, best degan eng yaxshisi. Shunaqmi? Okay. Üçüncüsü beautiful, more beautiful, most beautiful. Beautiful degan chiroyli yoki go'zal. More beautiful degan texmi chiroyli, okay, yoki bakroq chiroyli. Yoki chiroyliroq. Most beautiful degan eng chiroyli. Okay, ma'lum nima demoqchisiz? Mening demoqchi bo'lganim asli so'zlab bo'lgan narsalar, lekin shu bir qatim aslatib ko'rsam, xotiringizni bir qatim yengillab qarang. Sifatlar 3 turkumga bo'lindi. Ya'ni shu birinchi qurga o'xshaydi, birinchi qurdikidek shu birinchi qurdikiga o'xshash turdikilar demoqchi. Ya'ni asli darajasining keyniga er qo'shimchasi qo'shilish orqali selishtirma darajasi yasaladigan, est qo'shimchasi qo'shilish orqali eng yuqori darajasi yasaladigan sifatlar. Bu bir turkum sifatlar. Mujna sifatlarning xili bor demoqchi ingliz tilida. Okay, yana bir xili ikkinchi qurdikidek asl shakli, selishtirma shakli va eng yuqori shakli qanday o'xshamaydigan boshqa. Avvalgidek qoidaga tushmaydigan demoqchi. Okay, uchinchi xil shakli-chu oldiga more, ya'ni asl shaklining oldiga more yoki most ni qo'shish orqali selishtirma va eng yuqori darajasi yoki eng yuqori shakli yasalgan sifatlar. Xo'sh, shunday uzun gapning qisqasi, mushu 3 turkumga, shundoq 3 turkumda bo'ladi demoqchi sifatlar ingliz tilidagi. Ya birinchi qurdikiga o'xshab ketadi, ya ikkinchi qurdikiga o'xshab ketadi, ya uchinchi qurdikiga o'xshab ketadi. Okay? Buni bir aslatib o'tganim mening demoqchi sizga. Shu vajidan ya'ni shu gapga bog'lasak hozirgi jumlani yana bir qatim aslab o'tsak, birinchi jumlaning ma'nosini. Joe Sandersda shahrimiz bo'yicha yoki shahrimizdagi eng chiroyli gullik bor yoki bog' bor deydi. Okay? Ikkinchi jumla qarang. Nearly everybody enters for the nicest garden competition each year, but Joe wins every time. Nearly everybody degan almost everybody degandek bir gap. Ya'ni asosan hammalar degan gap bu. Enters degan nabiyam men dedim. Qatnashish deb. Nimaga deydi? For the nicest garden competition. Okay, the nicest garden competition degan
Aşı müsabakanın ismi ekan. Şoňa undaq naql keltiriş belgisini içige qoýupdy go. Nicest degan nima? Nice ninki ang ýokary derejesi. Abay qılqı hard oxşap ketdi demekçi. Hard, harder, hardest degandek nice, nicer, nicest dep nicest degan ang ýokary şekli demekçi. Okay, nas ang ýaxşy degan gepken, nice degan ýaxşy bu. Nicest degan ang ýaxşy bu. Okay, garden, bag, competition, musabaka. Nas ang ýaxşy bag musabakasy şundaqmy? Each year, her ýyly. Ondansa asasen hemmeýlen qatnaşydy ang ýaxşy bag musabakasyga her ýyly. Okay. Asasen hemmeýlen her ýyly ang ýaxşy bag musabakasyga qatnaşydy digen gepken go. But lekin Joe wins every time. Joe utudu her qatim. Okay. Ondansa asasen hemmeýlen qatnaşydy, lekin Joe her qatim utudu digen gepken şundaqmy? Joe wins every time. Okay? Davamlı qaraň. Bill Frith's garden is larger than Joe's. Okay? Bill Frith'nin Frith'nin kendiki peş es degen nin go. Bill Frith'nin garden begi is bolsa larger. Larger degen nimti? Çoňrak. Large ninki seliştirme derejesi şundaq go. Nasy ýa-ki seliştirme şekli. Çoňrak. Nimege qaraganda Joe'ninkiga qaraganda da than deganni biz so'zlagan albatta, ya'ni larger than degan ikkisi birlik keladi go, selishtirma darajada jumlalarni. Masalan, bir jumlada ikki narsani selishtirganda A is masalan larger than B desek, A B'den cho'ngroq degan gapni larger than deb oladik. Than degan ga qaraganda degan gap to'g'ri, ya'ni seliştirme cümlelerde yine seliştirme sıfatlarını işletilgan cümlelerde işletilgan bir söz bu than degan bilesiz. Larger than yani ga qaraganda çoňrak demekçi. Bunu dep bolgan. Uzun gapning qısqası Bill Frith'nin biri Joe'ninkiga qaraganda çoňrak deydi. Tersemese Bill works harder than Joe and grows more flowers and vegetables, but Joe's garden is more interesting. Bill works degan işleydi degan gap. Harder, qattiqroq. Hard'ninki seliştirmesi harder than Joe. Joe'ga qaraganda deydi. Okay. And grows, östürdi. Grow degan östürüş go. Masalan, gül östürüş, meyve östürüş. Meyve östürüş yoki bo'lmasa sayqiltab östürüş deganda östürüş shundoq grow. Okay, grows östürdi. More flowers, ko'proq nimalarni gullarni and vegetables va sayqiltablarni deydi. Nasıl başdan bir qatim bir tuzab tarjima qilsak bu gapni. Bill ishlaydi qattiqroq Joe'ga qaraganda va o'stirdi jiqroq gullarni va sayqiltablarni degan gapkan go. But, lekin, Joe's garden is more interesting. Joe'ninki nimasi begi bolsa more interesting. Interesting degan qiziqarliq, more interesting degan texmi qiziqarliq degan gap bu. Yoki qiziqarliqroq. Selishtirmasi go interestingninki aldığı more neşil şartlı. Shunaqmi? Okay. Uzun gapning qisqasi uzun bir jumla. Buni ham bir qatim tuzashtirib bir tarjima qilib bersak, Bill Joe'ga qaraganda qattiqroq ishlaydi va jiqroq gul va sayqiltablarni o'stirdi, lekin Joe'ning begi texmi qiziqarliq yoki bakroq qiziqarliq demakchi bu. Okay? Tarsamas majumlalar. O'sha men abiyam degandek selishtirma darajasi bilan eng yuqori darajasini bilsangiz, hech qanday tarsamas bu amaliyotda bu dars shuningki takror demakchi. Lekin oxirini tushirib deydi qarang. He has made neat paths and has built a wooden bridge. He has made degan u yasadi degan gap hozirga qadar demakchi. Hozir tutgan zaman bu. Neat paths, ratlik yo'llarni odamning yo'lini path deydi qo'b bog'ning ichidagi. And has built, yana hozir tutgan zaman yani yasab chiqdi yoki qurdi demakchi u. A wooden bridge, bir yog'och ko'rikni over a pool, bir ko'lning ustiga, over a pool. Over degan nima? Usti degan gap. Kenalda yuzi tegishmagan usti.
yüzü tegişken üstünden deydi, an deydi. Ondan sonra uzun gapning qısqası over upul degan shu kölçekten ötküzüp yoki kölçekning ustidan demakchi. Boshdan bir debasak majmuni. U ratlik yo'llarni yasadi va bir nimaga kölçekning ustidan yoki ustiga bir nimani yog'och ko'rikni soldi deydi. Shunaqa. Kölçekning ustidan ötküzüp deb olsaqmi bo'ladi. Over uphold degandan keyin shu kölçekning ustidan ötküzüp bir yog'och ko'rikni soldi deydi. Built degan shu ko'rik selish bu yoki qupurish degandek. Okay? All right. I like gardens too. Men mu bog'larni yaxshi ko'raman deydi. Shunaqa. But I do not like hard work. Lekin men yaxshi ko'rmayman qattiq ishlashni deydi. Men mu bog'larni yaxshi ko'raman, lekin men qattiq ishlashni yaxshi ko'rmayman deydi. Every year I enter for the garden competition too. Every year, okay? I enter, men qatnashaman for the garden competition too. Okay. Ma tu degan men mu demakchi. Shunaqa. Har yili men mu bog' musobaqasiga qatnashaman deydi. And I always win a little prize for the worst garden in the town. Shundaqla and degan shundaqla lekin miyada haqiqiy ma'nosini undaq oldikanini gapning o'ramini dangsab tushunsangiz, lekin biroq degan ma'nosi bor andniki. Shada qistirib deb qo'ydigan muhim gap andni savodashlar va shundaqla deb nuqul oldanda bilib olmaydi. Lekin degan ma'nosi shu gapning o'ramiga qarab tarjima qilamiz demakchi. Hozir men qayta desam undan tushunasiz bu gapni. Davomini deylik. I always win a little prize degani men doim kutaman bir kichik mukofotni deydi. Nimaga? For the worst garden in the town. Shahardagi eng nachar bog' uchun deydi yoki boqqa deydi. Demakchi eng yaxshisi deb bir tanlaydigan, eng nachari deb bir tanlaydigan bo'lsa, eng nacharigi meniki shu tushib, shartim tushib, eng nachari degan mukofotni olaman demoqchi ekan bu. Okay? Undan bo'lsa, men nima olib dedim. To'dayni ama andni lekin degan ma'nosi bor. Qarang, men tarjima qilib boqaysiz, qarab beqing. Har yili menmu bog' musobaqasiga qatnashaman, lekin men doim shahardagi eng yoki shahar bo'yicha eng nachar bog' degan kichik bir nimani mukofotni utaman deydi yoki mukofotni olaman deydi. Demakchi men qatnashaman, lekin men bundoqni olaman deb andni lekin deb tushuntirishga tirishyapman, tushunyapsiz. Demakchi shu gapning o'ramidan chiqib turdi. Men qatnashaman musobaqa, lekin men bundaq bir nimani utaman. Bunda bir mukofotni utaman. Ya'ni eng yaxshisi degan mukofot emas, balki eng nachari degan utaman deb bunda da'vodir demakchi. Shunga meyilqi and but deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi demakchi. Undan savollar gapimiz bo'yicha bugun tirishdik. Qani 20 minutni oshmayapmiz, hozir ko'rib boqay. Undan so'ng shunchalik bo'lsin, buni o'zingiz hisob qilmay bo'lsa, so'zliklardan tekstni qandaq so'zlik qismi tekstni qayta o'zingiz bir necha qatim o'qib tarjima qilib chiqing, yodlab olamizki. Undan so'ng biz keyingi darsimizda nimalarni ko'ramiz, mashqlarni ko'ramiz shu darsimizda. Undan so'ng thank you very much. See you in the next lesson.